Assalomu alaykum barchaga. Hammaga Fransiyadan salom. Xudo xolasa Fransiyani pritsepini olib yana ishga chiqdim. Kma International degan pritsep. Hozir mashinamni bir haftaga yaqinlashib qoldi qabul qilib haydaganimni. Bilasizlarmi, bir haftadan keyin video qo'yishni boshlayman mashina qabul qilgandan keyin. Sababi bu mashina o'rganishni olish uchun. Bu fransuzskiy pritsep. Lyon, Athens, Gretsiya, Istanbul, Bursa, Turkiya. Turkiya, Gretsiya, Fransiyada yuradigan pritsep. GL 456 PF degan pritsep. Bu Fransiyani A6 avtobani. Xohlasa pauzam ham chiqqan bo'lishi mumkin. Pauzamız çıkkamızı yürümüz. 43 minut vaqt qoldi. Bunday lampashalar qo'yib qo'ydim. Kunduzgina bilinmaydi fonini, lekin kechasi zo'r o'tib turadi, yam-yashil bo'ldi. Fransiyani tanlaganimga sabab Fransiyada qulayliklar ko'p haydovchilar uchun. Shu sababli bu safar Fransiya liniyasida chiqdim. Saudingiz avtotransport kompaniyasida liniyalar bo'ladi. Shu liniyalarni oldindan bron qilib qo'yishingiz kerak. Agar bron qilmaydigan bo'lsangiz, o'zingizga yoqmagan liniya chiqib qolishingiz mumkin. Saudingiz avtotransportda liniyalar bo'ladi. Men shu bir oy oldin bron qilib Kma International degan pritsepga liniyada ishlaydigan bo'ldim. Shu sababli bron qilganimga o'zim liniyamga tushdim. Xudo xolasa endi 3 oy ishimiz shunda. Qaranglar. Bu musor bo'lsa, musorni tashimiz. Xudo xolasa. Joyga to'g'ri uraman deb umiddaman. Hoppa. Ana. Epladik. Barcha kollegaman musor tashiyacak. Menimcha. Havo. Anam bor musorda. Ko'rdingizlar, mana haydovchiga qulayliklar dim ko'p. Gap bilan bo'lib, remenni taksi istatib ketdi. Videomiz o'z nihoyasiga yetishi bilan bu video roligim nima uchun Fransiyaga tanlaganim haqida bo'ladi. Haydovchilar qulayliklar zo'r, hojatxonalar toza, dushlari tekin, yana aytadigan bo'lsam, parkinglari katta bo'ladi. Germaniyaga qaraganda Fransiya qulayliklari zo'r haydovchi uchun. Germaniyadan faqat pullik avtoxovlar bor. Avtoxovlarda ko'p to'xtayarsangiz, o'zingizni yoningizdan xarajat qilib pul to'lab turasiz. Shu yeri bor. Agar kompaniyangiz ruxsat beradigan bo'lsa, Germaniyaning ham yomon joyi yo'q. Prosta hamma uslugalari, xizmatlari pullik. Shuning uchun bizdan uzoqlashmanglar, sizlar bilan murojaat bo'ldi. Yaxshi videolar hali oldim. Assalomu alaykum barchaga. Hammaga Fransiyadan salom. Xudo xolasa Fransiyani pritsepini olib yana ishga chiqdim. Kma International degan pritsep. Hozir mashinamni bir haftaga yaqinlashib qoldi qabul qilib haydaganimni. Bilasizlarmi, bir haftadan keyin video qo'yishni boshlayman mashina qabul qilgandan keyin. Sababi bu mashina o'rganishni olish uchun. Bu fransuzskiy pritsep. Kma International degan mega pritsep, mega pas bo'ladi, bilasizlar. Balandligi 3 metr bo'ladi. Mana fransuzskiy. Lyon, Athens, Gretsiya, Istanbul, Bursa, Turkiya. Turkiya, Gretsiya, Fransiyada yuradigan pritsep. GL 456 PF degan pritsep. Bu klubni o'zim qo'yib qo'ydim. Qo'yishimdan sabab yukni eson-omon olib borish degan maqsad qo'yaman oldima. Ko'p odamlar natishi mumkin. Yukka javob sug'urtalangan deb aytadi. Men sug'urtalangan bo'lsam, yukni eson-omon zararsiz yetkazib borishni xohlayman. Sababi
Strafokka to'laydi ekanlar. Yukni saqlamaslik meni vijdonimga to'g'ri kelmaydi. Kimdirlar uchun baribir bo'lishi mumkin. Men uchun baribir emas. Mega past bo'ladi. Endi orqa krilosini ham olib qo'ydim. Sababi bu mega to'g'ri kelmaydi. Tip qoladi, tushib qoladi. Noqulayliklar yaratadi. Mashinamiz shu yer zarar ko'rgan ekan. Qabul qilganimda netgan. Rasmga tushirib tashlaganman. Meni bo'ynimga tushmaslik uchun Niz 669 da yana ish boshlaymiz 3 oy xudo qalasa. Bahorgacha shu mashinada haydaymiz. Hozir bir qator yo'lda ko'rsataman, shu bilan videorolikimiz o'zining foydasiga yetadi. Bu Fransiyani A6 avtobani. Baxalasa pauzam ham chiqqan bo'lishi mumkin. Pauzamiz chiqqan bo'lsa yuramiz. 43 minut vaqt qolibdi. Bunday lampashalar qo'yib qo'ydim. Kunduzgina bilinmaydi fonini, lekin kechasi zo'r o'tib turadi, yam-yashil bo'ldi. Fransiyani tanlaganimga sabab Fransiyada qulayliklar ko'p haydovchilar uchun. Shu sababli bu safar Fransiya liniyasida chiqdim. Saudingiz avtotransport kompaniyasida liniyalar bo'ladi. Shu liniyalarni oldindan bron qilib qo'yishingiz kerak. Agar bron qilmaydigan bo'lsangiz, o'zingizga yoqmagan liniya chiqib qolishingiz mumkin. Saudingiz avtotransportda liniyalar bo'ladi. Men shu bir oy oldin bron qilib Kima International degan Presepga liniyada ishlaydigan bo'ldim. Shu sababli bron qilganman, o'zim liniyamga tushdim. Xudo xolasa endi 3 oy ishimiz shunda. Keyin Fransiyani qulayliklaridan birisi, hozir ko'rsataman qulayliklarini. Haydovchilar uchun komfort zona. Bismillahirrahmanirrahim. Qaranglar. Bu musor bo'lsa, musorni tashimiz. Xudo Nujjaga to'g'ri uraman degan umiddaman. Hoppa. Ana. Epladik. Bergi kollega ham musor tashiyacak. Menimcha. Havo. Anam bor musorda. Ko'rdingizlar, mana haydovchiga qulayliklar dim ko'p. Gap bilan bo'lib, remingni taksi esdan chiqib ketdi. Ana to'xtadi. Pоворot yoqamiz. Chapga qarab. Orqada pоворot yoqdi, o'taver jo'radi. Good. Kurs kontrolni qo'shdik, ketdik shu bilan. Bu liniya Presepga liniya. Bom, Saudingiz o'xshaydi voy. Kamerasi yo'q ekan orqasida. Agar Presepda kamera bo'lsa, Saudingizda 70%. Sababi Saudingiz avtotransport kompaniyalarida bunda Presepda kamerasi bo'ladi. Servisda o'zlari qo'yib beradi. Bergi nani bosib boryapman. Shuning uchun yonadi. Palasa bosma jo'radi. Mashin kamroq. Germaniyaga qaraganda Fransiyada mashin kam.
Germaniyada dvijina ko'p bo'ladi. Probkalar ham ko'p bo'ladi. Lekin bir narsasiga e'tibor berdim. Produktasi, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari qimmat ekan Fransiyada. Nonni 150 1,5 yevroga olardim. Bu yerda esa 220 ekan. 80 sent, 90 sent farq etib turibdi. Nonni o'zida. Qolgan vaziyatlarni endi yana sinab ko'raman. Ham nonni nasi oz ekan, gram, 500 gram non. Oriqlarda esa 700 gram 1 kilo shunday nonlar. Endi oddiy detalni bir aytib turibman aslida. O'zi aytishga arzimaydi buni. Bilib qo'ygan yaxshi baribir. tezlikda ketib boryapman. Hozir 777 bo'ladi. 77.777 bo'ladi. Kilometr mashinik. Yana 36 o'tdi. Videomiz o'z nihoyasiga yetishi bilan bu videoroligim nima uchun Fransiyaga tanlaganim haqida bo'ladi. Haydovchilar qulayliklar zo'r, hojatxonalar toza, dushlari tekin, yana aytadigan bo'lsam, parkinglari katta bo'ladi. Germaniyaga qaraganda Fransiya qulayliklari zo'r haydovchi uchun. Germaniyadan faqat pullik avtoxovlar bor. Avtoxovlarda ko'p to'xtayarsangiz, o'zingizni yaningizdan xarajat qilib pul to'lab turasiz. Shu yeri bor. Agar kompaniyangiz ruxsat beradigan bo'lsa, Germaniyaning ham yomon joyi yo'q. Prosta hamma uslugalari, xizmatlari pullik. Shuning bizdan uzoqlashmanglar, sizlar bilan Umarjon bo'ldi. Yaxshi videoda hali oldim.